11. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde Türksoy'un ödüllendirdiği Yılın Kadın Oyuncu ödülünü alan sevgili Lola Hanım'la birlikteyiz. Kendisinden görüşlerini alacağız ve tabii ki kendisinden bahsetmesini isteyeceğiz. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondan tashrif buyurdim. O'zbek Milliy akademik drama teatridan. Alangalik salom hammaga. Istanbulga tashrif buyurdik. Bu yerda turkiy dunyo vakillari yig'ildik va san'atni sevadigan turkiy xalqlar hammamiz bir bo'ldik. Va albatta mana shu Turksoy tashkilotiga o'z minnatdorligimni bildiraman. Chunki bunday tadbirlar bizga kerak. Bu yerda mana bizni tomirimiz bir, bizni madaniyatimiz mushtarak va hammamiz bir daraxtdan o'sgan mana shunday bir xalqmiz, yaqinmiz. Biz turkiy tilli xalqlarmiz. Shuning uchun mana hozir hammamiz uchrashib mana shunday aynan teatrga tegishli bo'lgan mana shunday mukofotni menga aynan eng yaxshi teatr aktrisasi degan mukofotni ravo ko'rishganidan boshim ko'kka yetdi. Chunki biz teatr fidoyilarimiz. Biz hammamiz bir tilda so'zlashamiz. Ya'ni o'sha sahnadagi dardimiz bir, yurak so'zlarimiz bir va ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan shu ma'naviy qadriyatlarimizni hammamiz birlashib turib sahnada aytamiz. Va albatta buni san'at birlashtiradi, mustahkamlaydi. Mana shu O'zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va boshqa qardosh xalqlar o'rtasidagi mana shu do'stlik rishtalari abadiy bo'lsin. Abadiy bo'lsin. Birgalikda spektakllarimizni tomosha qilamiz. Rahmat. Rahmat.